Buxoro viloyatida tashqi mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha yo'lga qo'yilgan yangi tizim o'zining ilk natijalarini bera boshladi. Xususan, so'nggi 2 oy ichida qariyb 140 nafar fuqaro Germaniyadagi yetakchi kompaniyalarda ishlash huquqini qo'lga kiritdi. Ushbu hamkorlikni kengaytirish maqsadida Germaniya kompaniyasi vakillari Buxoroga tashrif buyurib, kadrlar tayyorlash jarayoni bilan yaqindan tanishdi. Ishsiz va kambag'al oilalarni tashqi mehnat bozori talablariga mos bo'lgan ishchi kasblarga hamda xorijiy tillarga o'qitish bo'yicha Buxoroda ham qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri Germaniyaning go'sht mahsulotlarini qayta ishlashda yetakchi kompaniyasi bilan o'rnatilgan kelishuv asosida yo'lga qo'yilgan hamkorlik bo'lib, bu yo'nalishda joriy yilning o'zida 140 nafar fuqarolar xorijda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bir yildan beri shu tayyorlanib yuribmiz. Nemis tiliga o'sha A2 sertifikatlarni, GOT A2 sertifikatlarini olganmiz. Yaqinda shartnomalarimizni iyun oyida oldik. Qassob yo'nalishga Germaniyaga ketmoqchimiz. Kompaniya mutasaddilari ushbu aloqalarni yanada mustahkamlash, mahalliy mutaxassislarning amaliy bilimlarini oshirishda zarur bo'ladigan sharoitlarni o'rganish va bu bo'yicha yordamlar ko'rsatish maqsadida Buxoroga tashrif buyurdi. Ular Germaniyaga ishga jo'natishdan oldin barcha ko'nikmalarni mahalliy sharoitda o'zlashtirish uchun viloyat tadbirkorlari va fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan muzokaralar olib bordilar. Bizda allaqachon mamlakatingizdan borgan 30 nafar mutaxassislar faoliyat olib borishmoqda. Yaqin kunlarda yana 100 dan ortiq ishchilar kompaniyamizda faoliyat boshlaydi. Yurtingiz bo'ylab o'quv kurslarida 500 ga yaqin mutaxassis tayyorlayapmiz. Biz nazariyadan tashqari amaliyotni ham mahalliy sharoitda yo'lga qo'ysak, bu ertaga har ikki tomon manfaatdorligini oshiradi deb o'ylayman. Tashrifning yana bir ahamiyatli tomoni Germaniyaning yetakchi kompaniyasi bilan hamkorlik o'rnatishga tayyor tadbirkorlar kelgusida o'z mutaxassislarini ushbu mamlakatda tajriba orttirish uchun yuborish bo'yicha ham aniq va maqsadli kelishuvlarga erishgani bo'ldi. Bu esa xorijda ishlash istagidagi fuqarolarning o'z yo'nalishda malakasini oshirish va tajribali xodim sifatida faoliyat yuritish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.